Men hozir hech qaysi kompaniya qilmagan ish qilaman. Hamma kamchiligimizni ochiq oydin ro'y-rost aytib tashlaymiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Xullas bizning post tizimimiz internetsiz ishlaydi, programmamiz. Jinnili-a. Unda chiroq ketib qolsa, internet ketib qolsa, ishchilar ozgina dam yo'q, to'xtamay internetsiz ishlayveradi. Keyingisi, har bitta viloyatda ikkitadan ustunovchimiz bor. Buyurtma qilsanglar, ertasi kuni borib o'rnatib qo'yishadi. Unda buyurtma qilib, orqasidan yurib, telefon qilib, ozgina dam olib kelib, yo'q, unaqa ulgurmaysizlar. Tez o'rnatib qo'yishadi. Xato shu. Keyin biz bo'lib to'lashga bermaymiz. Suxoyga beramiz, shunday, ya'ni arendaga beramiz, ishlatasiz. Keyin qachon ishlatib bo'lganingizdan kerak emas desangiz, qaytarib olib ketamiz. yoki sotib olishingiz mumkin. Keyin bu post tizimimiz do'konlar uchun emas, faqat restoran, kafelar uchun. Kirib olganmiz shu sohaga chuqurlashtirib, zo'r qilamiz deb o'zimizcha. Ya'ni eng katta kamchiligimiz oyma-oy to'lasangiz, atigi 349 ming so'm 12 oyga. Birdaniga to'lab olmoqchiman 12 oyga desangiz, 12 oyga emas, 10 oyga olamiz. Maza? Mana yong'oq chaqirish quriga ishlaymiz-da. Umuman aylanib o'tinglar, Biznes degan programma. Bizga buyurtma qilmanglar. Sizlarga yana qaysi xizmatlarimiz yoqmaydi? Yozib qoldiringlar. Nima qilsa ekan?